Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Buxoro davlat universiteti fizika, matematika va axborot texnologiyalari fakulteti differensial ta'limot kafedrasi o'qituvchisi Jo'ra Tursunbek bo'laman. Bugun sizlar bilan differensial ta'limot fanidan birinchi integrallar mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi integrallar. Aytaylik, J sohada demak bir ko'rinishdagi muxtor sistema berilgan bo'lsin. Demak, bu yerda f of x funksiyamiz J sohada aniqlangan uzluksiz differensiallanuvchi ushbu ko'rinishdagi vektor funksiya. X deyimiz esa ushbu ko'rinishdagi noma'lum vektor funksiya hisoblanadi. Demak, bir sistemaning yechimi demak ixtiyoriy AB intervalda tegishli AB intervallar uchun ixtiyoriy t ga demak x teng phi t bo'lsin. Agar J sohada aniqlangan uzluksiz differensiallanuvchi ux funksiya uchun demak ushbu ikkinchi ayniyat birinchi sistemaning demak har bir x teng phi t yechimi uchun bajarilsa, u holda ux funksiyaga birinchi sistemaning birinchi integrali deyiladi. Agar biz shunday nolni olsak, AB intervaldagi demak x teng phi t yechimi uchun ushbu boshlang'ich shartni qanoatlantirsa, ya'ni phi ning 0 nuqtadagi qiymati qaniydir x0, ya'ni bu J sohaga tegishli bo'lsa, u holda ushbu munosabat bajariladi. Bundan kelib chiqadiki, u phi t ifodaning qiymati birinchi sistemaning trayektoriyasining tanlanishiga bog'liq bo'lib, demak t o'zgaruvchiga bog'liq emas. Birinchi sistemaning birinchi integraliga sodda misol sifatida ux demak konstant, ya'ni ux funksiyamiz o'zgarmas funksiyani olishimiz mumkin. Ammo ikkinchi ushbu ayniyatni ko'rsatish har doim ham oson bo'lavermaydi. Ya'ni aynan bundan t bo'yicha hosillarning 0 ga tengligining shartini tekshirish ancha murakkab masala. Chunki har doim ham birinchi tenglamani yechimini topish oson emas. Demak, birinchi integralni topishning bir necha usullarini keltiramiz. Demak, quyidagi ta'rif: uzluksiz differensiallanuvchi ux funksiyaning bir muxtor sistema bo'yicha hosilasi deb ushbu skalar ko'paytmaga aytiladi. Ya'ni u shtrixni ushbu orqali belgilaydigan bo'lsam, demak f of x funksiya va uning gradientining skalar ko'paytmasi, ya'ni bu uch ko'rinishda, yig'inli ko'rinishda ifodalanib, demak bu uning hosilasiga teng. Bu yerga mos ravishda xj va fj larimiz x va f vektorlarining koordinatalari. Berilgan ux funksiyaning biror qisi nuqtada birinchi sistema bo'yicha hosilasini hisoblash uchun shu sistemaning ushbu phi 0 qisi teng qisi boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi phi t yechimini olib, uni t bo'yicha differensiallab, so'ngra t ning o'rniga 0 ni qo'ygandagi ifodamizni topishimiz yetarli. Demak, bu amalni ketma-ketlikda bajaramiz. Demak, u dan t bo'yicha hosilani olishimiz uchun birinchi u dan phi bo'yicha hosilani olishimiz kerak. Bilamizki, uyimiz phi ga bog'liq. Phi'imiz demak enta vektor funksiya. Enta vektor funksiya bo'lgani uchun demak bu ketma-ketlik hozirda bu umumiy summa bilan yozilgan. O'zi u dan birinchi phi 1 bo'yicha, phi 1 dan t bo'yicha plus u dan phi 2 bo'yicha, phi 2 dan t bo'yicha va hokazo u dan phi n bo'yicha, phi n dan t bo'yicha olamiz va ularni jamlab yig'sak ushbu ko'rinishdagi yig'inni olamiz. Va ana bu ifodamizda e'tibor qilsak, bu demak birinchi tenglamani qanoatlantiradi, ya'ni birinchi tenglamani yechimi demak uning hosilasi bizga f e funksiyaga teng, ya'ni ushbu ko'rinishdagi funksiyaga teng va so'ngra t ning o'rniga 0 ni qo'ysak, demak bizga ushbu ifoda keladi. Demak, o'yimiz faqat qisiga bog'liq bo'lib qoldi. Buni
ma'lum miqdorda faqat bitta o'zgaruvchi x ga bog'liq deb ham olishimiz mumkin yoki bu ifodani o'zini u shtrix ksi deb olishimiz ham mumkin. Ya'ni funksiyamiz faqat bitta o'zgaruvchiga bog'liq bo'lib qoldi. Murakkab funksiya emas. Shuning uchun demak oddiy u shtrix ksi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Okay? Buning hosilasi yuqorida keltirilgan mana bu 3-formuladan foydalangan holda u shtrix ksiga tengligi kelib chiqadi. Demak, teorema. Uzluksiz differensiallanuvchi ux funksiya birinchi sistemaning birinchi integrali bo'lishi uchun demak u shtrix ximiz aynan 0 bo'lishi zarur va yetarli. Ya'ni ushbu 5-tenglikning bajarilishi zarur va yetarli. Demak, zarurligini isbot qilamiz. Aytaylik, ux funksiyamiz birinchi sistemaning birinchi integrali bo'lsin. U holda ixtiyoriy ksi nuqtada uning t bo'yicha differensiali 0 ga teng. Bu yerda demak x fi t ksi funksiya birinchi tenglamaning x0 fi 0 ksi nuqtada boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechimi. Demak, ushbu oxirgi tenglik va yuqoridagi 4-tengliklarni hisobga olsak, aynan buning 0 ligi kelib chiqadi. Bu yerda oxirida ksi bo'yicha hosilasi ushbu ifodaga teng edi. Demak, buning aynan 0 ga tengligidan u shtrix ksi ham 0 ga kelib chiqadi. Demak, yetarligi. Faraz qilaylik, endi u shtrix ksi 0 bo'lsin. Bu holda miqdor sistemaning gruppaviy xususiyatiga ko'ra, ya'ni ana bu ifodani olib o'tish mumkin. Bu yerda demak tau koordinatiga t ni qo'shib, ikkinchisidan ayiramiz. Ikkinchisidan ayirganimizda t minus t da bu demak 0 bo'ladi. Fi 0 ksi da demak bu ksi ga teng yuqoridagi boshlang'ich shartdan. Demak, xuddi shu amalni ushbu ifoda uchun ham qo'llab, demak biz ushbu tenglikni olishimiz mumkin. Teorema shartiga ko'ra u shtrix ksi 0 edi. Bundan ushbu ifodani ham aynan 0 ga kelib chiqadi. Shuning uchun ux funksiya birinchi sistemaning birinchi integralidan iborat bo'ladi. Teoremani isbot qildik. Demak, bizga ushbu ko'rinishdagi chiziqli sistema berilgan bo'lsin. Ya'ni bu chiziqli sistemaning, ya'ni bu yerda A matrisaning limitlari mana yerda berilgan, demak sonlar. Bu yerda x'larimiz noma'lum vektor. Demak, buning birinchi integrali ushbu ko'rinishda ifodalanadi. Demak, bu yerda B o'z-o'ziga qo'shma bo'lgan matrisa, ya'ni B yercha teng B ga. Agar bu shartda demak ushbu teng 0 shartimiz qanoatlantiradi, ya'ni B matrisaga A matrisani ko'paytirib, keyin x vektor va uni x ga skalar ko'paytirsak, aynan u 0 ga teng. Bu yerda demak skalar ko'paytmamiz ushbu ko'rinishda aniqlanadi, yig'inda ko'rinishda. Demak, u dan t bo'yicha hosilasini aynan 0 ligini ko'rsatamiz. Demak, u dan t bo'yicha hosilamiz. Uni ux ga keltirib qo'ydik. Demak, bx x ning skalar ko'paytmasi. Buni demak t bo'yicha differensiallaymiz. Demak, b x ning hosilasi x ning o'zi, keyin demak birinchisining o'zi, ikkinchisining hosilasi. X shtrixini o'rniga demak ax ni keltirib qo'yib, ikkala joyga. Demak, ana bu yerda o'sha simmetriklik, skalar ko'paytmaning simmetriklik xossasidan foydalanadigan bo'lsak, demak bizga bu ikkalasi ham bax va x ning skalar ko'paytmasi. Demak, bundan ikkita bu yuqorida keltirganimizdan bu ifodamiz aynan 0 ga tengligidan, demak u dan t bo'yicha hosilaning 0 ga tengligi kelib chiqadi. Birinchi integralning geometrik ma'nosi demak quyidagicha: agar ux funksiya birinchi sistemaning birinchi integrali bo'lsa, u holda fazoviy trayektoriya ux funksiyaning sathi sirtlarida yotadi. Agar har bir fazoviy trayektoriya ux birinchi integralning sathi sirtlarida yotsa, u holda ux global birinchi integral deyiladi. Avtonom sistemaning global birinchi integrali har doim mavjud bo'lavermaydi. Aniqrog'i, shunday miqdor sistemalar borki, ularning o'zgarmaslardan farqli
birinchi integrallari mavjud emas, faqat o'zgarmaslarda iborat birinchi integrallar mavjud. Shu jumladan ushbu muxtor sistemani qarashimiz mumkin va bu sistemaning birinchi integrali ux bo'lsin. Ko'rinib turibdi, demak x va y tenglarimiz demak ushbu ko'rinishda aniqlanadi. Trayektor koordinatalari. Bunda demak sistemaning trayektorlari koordinata boshidan chiquvchi nurlardan iborat bo'ladi. Bu nurlarning har birida ux funksiyasining qiymati o'zgarmas, ya'ni s ga teng. Ya'ni t teng 0 bo'lganda buning qiymati s ni qabul qiladi. Bunda ux funksiyasi o'zgarmasligi kelib chiqadi. Bu esa berilgan sistema faqat trivial ux teng o'zgarmas birinchi integralga ega ekanligini bildiradi. Muxtor sistemaning global bo'lmagan birinchi integraliga lokal birinchi integral deyiladi. Demak, ushbu misolni qarasak, muxtor sistemaning birinchi integralini toping. Demak, bizga ushbu sistema berilgan. Bu sistemani yechish uchun quyidagicha ko'paytirishni olamiz. Ya'ni ko'pincha diagonal ko'rinishda, proporsiya ko'rinishda deymiz. Ya'ni x1 shtrix tengni minus x1 plus x1 ning kubiga, ya'ni ushbu ko'rinishda x2 shtrix tengni x2 ga ko'paytirib tenglashtirib olamiz ikkala tomonni. Bu bilamizki, bu umumiy to'la differensialga keladi. Ya'ni ushbu ko'rinishda e'tibor qilgan bo'lsangiz, demak, undan hosilasi x1 ni o'zi tushadi va x1 ning hosilasi. Bunda ham xuddi shunday. Demak, bu umumiy ushbu ifodani beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, bu qavs ichidagi ifodamiz aynan qanaqadir o'zgarmas s ga teng. Demak, birinchi teoremaga ko'ra birinchi integralimiz ushbu ko'rinishda aniqlanadi. Funksiya bilan berilgan sistema bo'ladi. Chunki buning hosilasini olsak, teguvchi hosilasi aynan 0 ga teng. Bu aniq o'zgarmasligidan. Demak, bizga berilgan birinchi muxtor sistemaga demak, ma'lum bir silliq teskalanuvchi almashtirish natijasida uning yechimni o'zgarmasligini ko'rib chiqamiz, ya'ni invariantligi ma'lum bir almashtirish qilsak ham, demak, birinchi integrali mana o'sha chiqaveradi. Bu uchun demak quyidagi ma'lumotlarni beramiz. Demak, x teng y qanaqadir silliq teskalanuvchi almashtirish olamiz va u natijasida birinchi muxtor sistema ushbu olti ko'rinishdagi muxtor sistemaga o'tadi. Bu yerda demak j shtrix y ushbu ko'rinishdagi aniqlangan yakkoviy matrisasi. Yuqoridagi 6 tenglama sistemasini quyidagi munosabat kelib chiqadi. Undan bu tenglamani demak y shtrixga yechish mumkin. Sababi ana bu demak determinant 0 dan farqli bo'lsa, buni demak y shtrixni topib olishimiz mumkin. Demak, quyidagicha lemma keltiramiz. Muxtor sistemaning birinchi integrallari silliq almashtirishga nisbatan invariantdir. Ya'ni ma'lum bir almashtirish olsak, uning birinchi integralining qiymati o'zgarmaydi. Demak, buni isbot qilamiz. Aytaylik, ux birinchi sistemaning birinchi integrali bo'lsin. Demak, ushbu x teng y silliq teskalanuvchi almashtirish natijasida j sohada berilgan birinchi muxtor sistema ushbu muxtor sistemaga o'tadi. 7 ko'rinishda. Bunda demak ushbu yakoviy matrisasi demak birinchi muxtor sistemaga haqiqatan x teng y almashtirishni qo'llasak, bu ushbu ifoda munosabat bajariladi. Demak, j funksiyaning y bo'yicha hosilasining demak determinanti 0 dan farqli. Shuning uchun buni y shtrixga nisbatan yechishimiz mumkin. Ya'ni bu umumiy holda matrica edi. Demak, buni determinant 0 dan farqli bo'lsa, buradan y shtrixni topish mumkin. Endi ushbu v y teng u j y funksiyani 6 sistemaning birinchi integrali ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun v funksiyadan xuddi 3-tenglikka ko'ra sistem hosilasini hisoblaymiz. Ya'ni 3-tenglikda bu yerda o'dan x bo'yicha hosila hisoblangan edi. Demak, bu uchun ushbu ifodalar o'rinli. Demak, u dan demak j bo'yicha va j dan
y'lar bo'yicha va y'lardan t bo'yicha. Demak, bu murakkab funksiya bo'lib ketyapti. Va bu ifodada biz y'lardan dt'lar bo'yicha hosilalar, ya'ni t bo'yicha hosilalar bizga demak yuqorida aniqlagandek, ana bu ko'rinishdagi ifoda, 7 ko'rinishdagi ifodani demak ushbu joyga keltirib qo'yadigan bo'lsak, demak bizga ushbu ifodani olamiz. Bundan esa ana bu o'rtadagi ikkita yig'indi aynan birga teng, chunki ular uchun ushbu munosabat bajariladi. Bundan kelib chiqadiki, bizga demak summa y teng 1 dan n gacha funksiyadan j bo'yicha va f j funksiyalari qo'labdi. Bu o'z navbatida ushbu x lar bilan almashtirishimiz mumkin j larni va bu ushbu ifodaga teng. Demak, u dan x bo'yicha hosilani aynan bu ifodamiz 0 ga teng. Yuqorida olingan tengliklarni quyidagicha ham yozish mumkin. Masalan, v dan y bo'yicha hosilar demak 3-tenglikka ko'ra gradient v va f1 y. Demak, bu o'z navbatda gradient u ning j y argumentli gradient ifodasi, f1imiz esa ushbu ifodaga teng. Va bunda o'sha j nimani transponurlangani gradient u j y ning skalar ko'paytmasi va ushbu ko'rinishdagi ifodalarni o'zaro yoza olishimiz mumkin va bundan ushbu tenglik kelib chiqadi va bundan va ushbu u x funksiyaning gradienti va fx ning skalar ko'paytmasi aynan u x shtrixga teng. Bu demak o'sha integral u birinchi integralning hosilasi aynan 0 ga tengligidan ushbu ko'rishga olishimiz mumkin. Demak, bu yerda lemmani isbot qildik. Ta'rif. Endi aytaylik, agar a nuqtaning biror atrofida u1 u2 va hokazo uk lar birinchi integrallar uchun ushbu, ya'ni u dan x bo'yicha hosilaning a nuqtadagi qiymati yoki matrisasi rangi k ga teng bo'lsin va birinchi integrallar a nuqtaga bog'lanmagan deyiladi agar 0 bo'lsa. Masalan, u1 ximiz o'zgarmas konstanta, u2 va uk larimiz birinchi integrallari a nuqtada bog'lanmagan bo'lmaydi. Ushbu u1imizni x desak, u2imizni x2 desak, un-1imizni x funksiyalari desak, demak ushbu sistemaning bog'lanmagan birinchi integrallari bo'ladi. Quyidagi tasdiq, demak bir sistema n-1 ta bog'lanmagan birinchi integrallari mavjudligining yetarli shartini ifodalaydi. Teorema. Faraz qilaylik, birinchi miqdor sistema o'zgarmaslardan farqli birinchi integrallarga ega bo'lsin. Bu holda bu sistemaning tartibini bittaga pasaytirish mumkin. Ya'ni ux birinchi sistemaning birinchi integrali bo'lsin. Bundan tashqari a nuqtani shunday tanlaymizki, uning x bo'yicha hosillarning a nuqtadagi kamida bittasi 0 dan farqli bo'ladi. A nuqtadagi qiymatlar kamida bittasi 0 dan farqli bo'ladi. Bunda demak a nuqta mavjud deymiz, aks holda ux trivial birinchi integral bo'lar edi. Faraz qilaylik, x n-chi tartibli hosil x n bo'yicha hosilasining a nuqtadagi qiymati 0 dan farqli bo'lsin. Bu holda oshkor emas funksiyaning mavjudligi haqidagi teoremaga asosan ushbu tenglamani x n ga nisbatan yechib olish mumkin va shu quyidagi ifodaga ko'rishda yozishimiz mumkin. Bunda j demak birorta silliq funksiya deymiz. Bu tenglikni ikki tomonidan birinchi sistema bo'yicha hosil olsak, ushbu 8 ifodaga kelamiz. 8-ko'rishdagi ifodaga kelamiz. X chiziqcha sifatida x1, x2 va hokazo xn-1 ta komponentini belgilaymiz. F chiziqcha sifatida ham xuddi shunday. Agar birinchi sistemaning n tenglamasi uchun x n teng j x chiziqcha s tenglik bilan almashtirish
holda uni ushbu ko'rinishda yozish mumkin. Ko'rinib turibdi, bu sistemaning tartibi n-1 ga teng. Agar x chiziqcha t funksiya 8 sistemaning yechimi bo'lsa, u holda x va x teng, demak bu yerda x chiziqcha va xn oxirgi koordinatalik. Xn temiz esa ushbu ifodaga teng. Berilgan funksiya birinchi sistemaning yechimi ham bo'ladi. Buni isbotlash uchun xn ni, demak ushbuni quyidagi tenglamani qanoatlantirishini ko'rsatish yetarli. Buning uchun demak uning hosilasini hisoblaymiz. Demak x ni t bo'yicha hosilasi, demak j dan x bo'yicha, x dan t bo'yicha hosila. Demak bular o'zaro ushbu ko'rinishda bog'langan. Ushbu ifodamiz demak bizga fj x ga teng. Yuqoridagi 8 va 10 tengliklardan 9 kelib chiqadi. Shunday qilib bir enta differensial tenglamlar sistemasining bitta birinchi integrali ma'lum bo'lsa, uning tartibini kamaytirish mumkin. Demak, teoremani isbotladik. Demak, bugungi video darsimiz bo'yicha berilgan ma'lumotlar, ya'ni birinchi integrallar tushunchasi va uning integrallanuvchi hollari sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.